Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana biz Buxoro jome masjidi Peshku tumaniga joylashgan Shabon qishlog'ida Xudo xolasa yangi masjidning ishini boshladik. Nasib bo'lsa Xudo xolasa berib 3200 tadan ziyodroq odam sig'adi bu masjidga. Hozir ana katlavan ishlarini boshladik. Biz katlavan ishlari, pastki katlavan ishlari bo'lgan. 800 kub qayrima ketgan, qayroq ketgan graviy. 150 tonnadan ziyodroq asfalt, 10 sm asfalt bilan bu nima qilganmiz? Bostirib. Nasib bo'lsa Xudo xolasa kim masjidga bitta g'isht nima qo'ysa, ehson qilsa, ehsonni savobi ehson deydilar. O'sha uchun bizning shu aytganimiz ana hozir kala kelgan bir yordam qilib shera bir nima qilsa agar ko'pchilikning ishi bu. Bir kishi ikki kishi bilan bo'lmaydi. Qancha yordam qilsa masjidga, uni savobi обязательно o'ziga qaytadi. Bitta g'isht qo'ysa jannatga qasr bo'ladi degan nimalar bor, hadislar bor. Xo'p do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bizlar Peshku tumaniga Bobo Arab masjidiga keldik va bu yerda qurilish ishlari endi boshlanyapti va ozgina boshlanishiga yordam berishimiz kerak va qo'lingizdan kelguncha kimdir streychelni masalan bizneslari bo'lsa yoki armatura temir bilan ishlamoqchi bo'lsa yoki g'isht zavodingiz bo'lsa qo'lingizdan kelguncha kim qancha qilib bilsa bu Allohning bayti. Bu yerda qilingan har bitta yaxshilik va ehson albatta bu Alloh tomonidan qaytariladi va ikki dunyoda beriladi. Shu uchun do'stlar, men o'ylayman, mana obunachilarim ichida ehsonni yaxshi ko'ruvchilar juda ham ko'p. Kart raqam qo'yamiz yoki nomerlarni qo'yamiz. Bemalol shu yerga kelib o'zlariga telefon qilib va o'zlarining kartalariga qo'lingizdan kelguncha yordamlaringizni ayamasligingizni so'rab qolaman.